Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Ukraina Rossiyaning Orenburg viloyatidagi gazni qayta ishlash zavodiga hujum qildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Ukraina Rossiyaning Orenburg viloyatidagi gaz sanoati obyektiga dron hujumi uyushtirdi. Bu haqda RBK Ukraina xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, obyektda bir nechta yong'inlar aniqlangan. Portlashlardan keyin sanoat zonasida bir nechta qaynoq nuqtalarni sun'iy yo'ldoshlar ham qayd etgan. Mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, kamida 3 ta dron hujumi bo'lgan. Hujumdan so'ng Orenburg viloyati gubernatori barcha samolyotlar kelishi va jo'nab ketishini vaqtincha to'xtatdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan havo qatnovi ham to'xtatilgani, Orsk va Yasinida shunga o'xshash cheklovlar joriy etildi. Orenburg viloyati gubernatorining so'zlariga ko'ra, viloyat poytaxtidagi sanoat obyekti ustida bir nechta dronlar urib tushirilgan. Hech kim qurbon bo'lmagan. Favqulodda xizmatlar voqea joyida ishlamoqda. Ukraina ilgari Ukraina chegarasidan 1500 km uzoqda joylashgan Orenburg viloyatidagi gaz sanoati obyektlariga zarba bergan edi. AQSh va Eron Livan bo'yicha qoidalarni o'zgartirmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Livan bo'yicha yangi mexanizm Isroilni jarayondan chetda qoldirishi va uning harbiy harakatlarini cheklashi mumkin. AQSh va Eron Shveysariyada o'tkazilayotgan muzokaralar davomida Livan masalasi bo'yicha yangi muvofiqlashtirilgan mexanizmni kelishib oldi. Channel 12 telekanali ma'lumotiga ko'ra, ushbu mexanizm Isroil ishtirokini nazarda tutmaydi va uning armiyasi imkoniyatlarini jiddiy darajada cheklaydi. Gap Livan bo'yicha yangi tartibga solish formati haqida ketmoqda. Xabar qilinishicha, unda Pokiston, Qatar, AQSh va Eron Livan ishtirok etadi. Bunda Isroil 2024-yildagi avvalgi mexanizmdan farqli o'laroq yangi tartibga kiritilmaydi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, yangi sxema doirasida Isroil kuchlariga faqat muqarrar tahdidlarga javoban harakat qilishga ruxsat beriladi. Ilgari esa shakllanayotgan hududlar ham asos sifatida qabul qilinib, bu harbiy zarbalar va hujumlar uchun ancha keng imkoniyat yaratar edi. Avvalroq AQSh vitse-prezidenti JD Vance yangi mexanizm yaratilganini tasdiqlab, muzokaralarda Livan, Isroil, Hizbulloh harakati va boshqa mintaqaviy hamkorlar ishtirok etishini bildirgan edi. Biroq u tashabbusning aniq tafsilotlarini oshkor qilmagan. Isroilliklarning 90% ortig'i Eron AQSh bilan urushda g'alaba qozongan deb hisoblaydi. Bu haqda Qudus Ibroniy universiteti tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma natijalarida ma'lum qilindi. Ishtirokchilarning 92% Tehron mojaroda g'olib chiqqan deb hisoblasa, 83% urush Isroilning uzoq muddatli xavfsizligini zaiflashtirishga ishonmoqda. Qatnashchilarning 73% esa Netanyaxuning urushning ijobiy natijalari haqida bayonotlarini ishonchli deb hisoblamagan. AQSh va Eron Shveysariyada o'tkazilgan muzokaralarda 60 kun ichida yakuniy tinchlik kelishuviga erishish bo'yicha yo'l xaritasini kelishib oldi. Bu haqda Qatar Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Bayonotga ko'ra, Doha va Islomobod vositachiligida tuzilgan qo'mita yuqori darajadagi yo'l xaritasini tasdiqlagan bo'lib, bu 60 kun ichida yakuniy kelishuvga olib boruvchi jarayonning asosini tashkil etadi. Shuningdek, bu kelishuv yangi texnik muzokaralarning darhol boshlanishini nazarda tutadi. Qatar TV'ning X sahifasida e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, AQSh va Eron delegatsiyalarining birinchi raundi 22-iyun kuni yakunlangan. Biroq texnik muzokaralar hafta oxirigacha davom etadi. Ular Shveysariyaning Burgenstock kurortida bo'lib o'tmoqda. Tomonlar shuningdek Livanda harbiy harakatlarni to'xtatish mexanizmi bo'yicha kelishilgan va Hormuz bo'g'ozi orqali tijorat kemalarining xavfsiz o'tishi uchun aloqa liniyasini ochgan.
Reuters'ning xabariga ko'ra, AQSh vitse-prezidenti JD Vance Eron rasmiylari bilan muzokaralarni boshlagan va aprel oyidan beri amal qilib kelayotgan o't ochishni to'xtatish rejimini yana kamida 60 kunga uzaytirish masalasini muhokama qilgan. Avvalroq Eron TIV vakili Ismoil Bog'oy Hormuz bo'g'ozi orqali kemalarning xavfsiz o'tishi uchun favqulodda mexanizm yaratilganini bildirgan edi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Ariqchi esa neft eksporti va muzlatilgan aktivlar kabi bir qator masalalar bo'yicha kelishuvga erishilganini aytgan. Muzokaralardan oldin Eron Hormuz bo'g'ozini qayta yopish haqida